Hurmatlı cemaat, жаңғылық bir yaşık görüp kaldı karagılar. Mana yaşık, manda top tolat eker mana. Maşinalarga juktog'ani, furalarda taşıganı mana. Hech qancha botpayt ekan. Buni manda olib, manda aylantirib qo'ysa, mana bir-biriga kiyilib mana furalarga ham ichida jugi bilan ham ketaveradi ekan. O'shaga sovet, kim nima sovet beradi? Shuni manda kichiklari bormi, furaga juktib tashiy turgan. Mana shunday kichiklari bormi, shunda jashibdi mana. Manda qilsa ichiga kirib ketadi mana. Manda qilsa mana Yaşık jasap çığa turgandaran bir malumat beriңizlerçi bir çıkarsak bolabı boy Kırgızstan'a paydalı nerse je kerekmez mi? Şimdi qanday Oy ideyalar var, o'shalarni aytib qo'yinglarchi, mana shunday kichkina jashiklarni shunda qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Bul da chetden kelgen ekan Manda da. juk ketaveradi. Borgandan keyin manda top yana olib ketaveradi. Mashinaga juk. Mesas ketetdi. Sog' bo'linglar. Allah razı olsun. Cemine kişinekeylerde de şonda жазsa bolabı. Kimde kanday oy fikirler bolsa bir жазıp koyuңuzlar. Bizge de ota bir maniylu sizlerde oyunuz, fikiringizler, жақсылықтарда көрüşелік. Rahmat.